Asalari Mayyaning sarguzashtlari. Jajji Mayyaning dunyoga kelishiga yordam bergan keksa asalari xonimning ismi Kassandra bo'lib, uyda uning obro'yi baland edi. O'shanda asalari xalqi o'z boshidan so'rovli kunlarni o'tkazayotgan, saltanatda tartib o'rnatishga asalarilar qirolichasi ojizlik qilayotgan paytlar edi. Tajribali, ko'pni ko'rgan Kassandra kichik Mayyaning katta yaltiroq ko'zlarini artib, nozik, nafis taqinchoqlarini silab siyparkan, ulkan asalari uyasida qo'rqinchli g'alayon ko'tarildi. Shunda yosh Mayya keksa xonimga isib ketayotganini aytdi. Kassandra tevarak atrofga ko'tarib tashvishlanib boqdi, biroq kichkintoyga darhol javob berishga shoshilmadi. U go'dakning aqlli ekanidan taajjubga tushdi. Haqiqatda ham uyada ahvol shunday issiq va tiqilinchga chidab turish amrimahol edi. Mayya asalarilarning birin-ketin tez uchib ketishayotganini ko'rib turib, ur-sur to'polon shunday kuchli ediki, asalarilar bir-birining ustiga o'rmalab chiqar, ostidagi esa yumoqlanib joyida dumalab qolaverar edi. Bir mahal ularning shundoqqina yaqinida nogoh qirolicha paydo bo'ldi. Kassandra va Mayyani bir oz chetga surib qo'yishdi, ammo bir erkak asalari kelishgan yoshgina yoqimtoy janob ularga yordam berishga shoshildi. Ushbu kitob 5 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun tavsiya qilinadi.